يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Vaqt bo'lsa musulmonning dasmoyisi. Vaqtning qimmatini men so'zlamasammi hammanglar bilasizlar. Hatto Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda vaqt bilan qasam qilgan. Undaq bo'lgan ekan bir musulmon Alloh subhanahu va taologa qulchilik qilish majburiyatini ado qilishda bu vaqtni chin tutishi va qadrlash kerak. Bo'libmi Ramazonda, Ramazon oylarida, Ramazon kunlarida bu vaqtni qadrlash kerak. Nurg'un davlatlar, shirkatlar, muassasalar mush vaqt jadvalini tuzab chiqdi. Unda bo'lgan ekan bir aqlli musulmon mushu ulug' Ramazonda bu vaqtni qandoq o'tkazish kerak? Buni oldidan planlab, buning bir vaqt jadval tuzib olish nihoyat muhim. Endi mushu ulug' Ramazonda qilinadigan eng ulug' ibodatlarning yana birisi bo'lsa duo. Alloh subhanahu va taologa duo qilish. Allah subhanahu wa ta'ala Baqara surasining 183-oyatida Ramazonni bizlarga va burungi ummatlarga farz qilganligini bayon qildi. Ondan keyin bu Ramazonning fazilati va Ramazonning farz qilinishiga sabab maqsad va Ramazonga aloqador hukmlarni bayon qilib o'tib وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ degan oyatni qistudi. Bu oyatning ma'nosi: Ey Muhammad alayhisalom, bandalarim men to'g'riliq so'rab qolsa, men ularga nihoyat yaqin, ular duo qilsa ijobat qilaman degan oyatni mush Ramazon to'g'riliq so'zlagan oyatning dal o'ttirisiga qistirib o'tdi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bizga yaqin. Bulupmu mushu Ramazonda, mushu ro'z tutgan vaqtida bizga nihoyat yaqin bo'lganligini bildirdi. Bunda degini men sizga yaqin bo'lgan vaqtda duo qilinglar, ijobat qilman degan ma'noni bildirdi qarindoshlar. Shuning uchun bu oyatdan bu Ramazon bilan duoning naqadar bir-biriga cho'nqur bog'langanligini tushunib olamiz. Hamda bu duoning islomdagi o'rni nihoyat muhim. Hamda bulubmu ro'z tutgan Ramazonda texim muhim. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunda deydi: "Lis-saimi 'inda fitrihi da'watun la turad." Ro'z tutgan odamning iftor qilayotgan vaqtidagi duosi qat'iy rad qilinmaydi deydi qarindoshlar. Shuning uchun bu duo islom dinida ibodat hisoblanadi. Balki bu duo shu mu'min musulmonning Allohga bo'lgan ishonchisini ifodalaydi. Biz kimga duo qilamiz? Anglaydigan, dardimizni tushunadigan, maqsadimizni tushunadigan, tushunib bizning tilakimizni ijobat qila oladigan zotdan tilaymiz. Shunda zotga iymon keltirsak, anandan keyin bo'ladigan duo. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu duo to'g'riliq Qur'oni hadisda nurg'oyada duoga taraf qilsa, Qur'onda 100 oyat maxsus duo haqida kelgan qarindoshlar. Endi duo qilish bo'lsa, bir musulmon uchun Allohning duo qilinglar degan buyrug'ini bejo keltirib toat qilganlik bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo nima deydi? وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabbinglar Taala shundaq deydi, menga duo qilinglar, men ijobat qilma deydi. Yani Alloh menga duo qilinglar deb buyruq qildi. Mu'min duo qilganda Allohning bu buyrug'ini bejo keltirgan bo'ladi. Ikkinchisi bu duoning o'zi ibodat qarindoshlar.
Biz Ramazonda eng ulug' ibodatlarni qilamiz dedik. Duo o'z ibodat. Bu haqda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ad-duo mukhul ibodat dedi. Duo bo'lsa ibodatning yiligi, ya'ni jawhari dedi. Balki mush duo qilmaslik qarindoshlar. Duo qilmaslik dinimizda nihoyat bir yomon bir illat ekanligini bayon qilib Alloh subhanahu va taolo nim dedi. Wa qala robbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin dedi. Rabbinglar taolo dediki duo qilinglar ijobat qilaman. Mendin duo qilishdan bosh tortib, ya'ni duodan iborat ibodatni qilishdan bosh tortganlar, haqovrlik qilganlar do'zaxga xor zabun holatda kiradi deydi. Endi bu oyatdan birinchisi Alloh subhanahu va taologa duo qilishning ibodat ekanligi, ikkinchisi duo qilmagan odam haqovur, takabbur degan sifatlanadiganligi bayon qilingan. Shuning uchun bo'libmi Ramazonda biz Uyg'urlar, musulmonlar duo qilishimiz kerak. Ey jinim qarindoshlarim, bizdek bir duoga ehtiyoji bor odam bormi? Bizni Robbimiz taolo yo'limisa biz qanday qilamiz? O'ylab boqaylik. Bizning Robb taolodan boshqa nimamiz bor? Shuning uchun mush eg'izimizdan chiqarishga petinolmayotgan ishlarni Allohga duo shaklida sunaylik. Bütün Uyg'urlarning, musulmonlarning emas, Uyg'urlarning birdek bir arzusi bor. Bu arzuni men deb jumlasam hammamizga ayon. O arzuning amalga oshishi uchun duo qilaylik. Bolalarimizga, oilamizga mushunda duo qilishni o'rgataylik. Voy, bizning shu qilmoqchi bo'lgan ishimizni bir duoda bo'lsin deylik. Ey Alloh, bizning ishimizni manda qilib pasla, biz Uyg'urlar mushunga muhtoj. Biz mush narsani yo'qitib qo'ygan o'ris xarzabulliqda qoldik deb mushunda tilaylik qarindoshlar. Hey, men bilma, imomlarimiz masjidlarda, talib ilmlarimiz so'rovlarda duo qilsa og'izdan chiqarishga petnamaydigan ishlar bor. Shuni oshkorim demaydi qo'rqib. Shuni duo qilaylik qarindoshlar. Ramazonda deylik. Hech bo'lmasa amaliy ish harakat qilish bilan birga duoni tang etmamasa olmaydi. Chunki biz Allohning yordamiga har bir ishimizda muhtoj qarindoshlarimiz. Alloh subhanahu va taolo bu duoni bak yaxshi ko'rdi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda laysa shay'un akram alallohi min ad-du'a dedi. Allohning dargohida eng hurmatga sazovor, shon sharafga sazovor narsa duo deydi qarindoshlar. Mana bu Alloh subhanahu va taolaning bizning duo qilishimizni ne qadar yaxshi ko'rganligini ifodalaydigan hadis sharif. Shundaqlar, hamda duoninki fazilati, duoning natijasi kelsak, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunda deydi: "Va ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ataahu Alloh ma sa'al aw kaffa anhu min su'in mislihi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahman" deydi. Her qandaqliki bir odam Alloh subhanahu va taoladan duo qilib bir narsa tilsa, shu odam shu tilgan narsada bir gunoh ma'siyat qilishni tilimasa yoki bir tuqqandochilikni uzadigan mandaq bir narsani tilimasa, Alloh cho'qim beradi deydi buni. Cho'qim beradi. Ya'ni bizning qilayotgan duoyimiz Allohning dargohida gunoh ma'siyat saniladigan duo bo'lmasa yoki shu duo qilish bilan bir tuqqandochilikqa ta'sir yetadigan bir duo bo'lmasa, Alloh cho'qim beradi dedi. Ham bir hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam deydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam: "Ma min mu'minin yansibu wajhahu lillah yas'aluhu mas'alatan illa a'tahu iyyaha imma ajjalaha lahu fid dunya va imma zakhara lahu fil akhirah ma lam ya'jal" deydi. Bu da degani bir odam shu o'zining yuzini Allohga qaratib, ya'ni Allohga iltijo qilib,
duo qilsa deydi. Bu odam Alloh subhanahu va taolo bu tilgan duosini mevasini yo mush dunyoda berdi deydi. Yoki oxiratga ep qo'ydi deydi. Nima uchun oxiratga ep qo'ydi qarindoshlar? Chunki Alloh nihoyatda mehribon zotdir. Biz tilaymiz, lekin Alloh oxiratga ep qo'yishni yaxshi ko'radi. Buni hikmatini Alloh biladi. Ya oxiratga ep qo'ydi, ma'lam ya'jal deydi. Oldirmasa, lekin sahobalar ya Rasululloh qanday qilib oldirgan bo'ldi desa, da'utu falam yastajib li. Da'utu yani men duo qildim, Alloh menga hech ijobat qilmadi, qanasam bo'lmadi demasa, Alloh uning duosini ijobat qiladi. Ya mush dunyoda, ya oxiratda uningga kuchli bir ajrni ep qo'ydi deydi. Endi Musa alayhisalom duo qildi. Harun alayhisalom amin dedi. Musa alayhisalom duo qilsa, Harun alayhisalom amin dedi. Musa alayhisalom nima dedi? وقال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Musa alayhisalom dedi: "Ey Robbi, mush Fir'un degan zolimninki mol mulkini yo'q qilib atgin. Ularning qalbini shunda qattiq qilib atginki, ular shu dahshatli qaqshatqoch azobni ko'muvchilik bir iymon etmasin, iymonga musharraf bo'lmasin bo'ladi" dedi. Nima ish qilsa bundaq zolim, zo'mgar, haddidan oshgan inson iymonning sharafiga noil bo'lishga arzimaydi. Robbim bular chuqum azobdan tetish kerak dedi. Ya'ni Isa alayhisalom bularga badduo qilyapti. Nima uchun? Bular cheksiz haddidan oshdi. Fir'un insonlarning huquqini dafsanda qildi. Erlarni o'ltirdi, ayollar, ballarni qul qildi. Hatto men Robb, men Alloh degan da'volarni qildi. O'sha Musa alayhisalom buning duo qildi. Duo qildi Alloh subhanahu va taolo bunga javoban qad ujibat da'watukuma dedi. Ey Musa bilan Harun, sizlar duoyinglar ijobat bo'ldi degan javob keldi. Lekin shunda javob kelib 40 yildan keyin bu duoning natijasi ko'rildi qarindoshlar. Demak, biz oldirmasak Alloh subhanahu va taolo chuqum duoyimizni ijobat qiladi. Endi Alloh subhanahu va taolo bu duoni ijobat qilsa-mu, ma'lum o'zi bilgan bir hikmat bilan ijobat qiladi. Agar duoyimizni ijobat qilmay oxiratga ip qo'ysa-mu, yana bu Allohning bir hikmati bilan bo'ldi. Allohning hikmati Allohning mehribon, shafqatlik degan sifatiga bog'liqlik qiladi. Shu sifat bo'yicha bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo agar bir duoni tilagan bo'lsak, bu duo bizning ijobat qilsa, bu dunyo u dunyoligimizning yaxshilik bo'lish uchun bo'lsa, bu dunyoda chuqum ijobat qiladi. Ammo bir duoni qildik, agar uni ijobat qilsa, bizning u dunyo bu dunyoligimiz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, ijobat qilmaydi. Mushunda mehribon Alloh. Shuning uchun ijobat qilishim bir hikmat uchun, ijobat qilmasligim ilohiy bir hikmat uchun. Shuning uchun ijobat qilmasligim bir ne'mat, ijobat qilishim bir ne'mat. Endi bu duo faqat bekor ketmaydi. Bu hadisni anglab turinglar qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: "Ma min muslimin yad'u laysa bi ismin wala bi qati'ati rahmin illa a'ta ihda thalas. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirah wa imma an yadfa'a anhum min as-su' mithlaha." Bunda deganligi har qanday bir musulmon bir gunoh bo'lgan ishni tilab yoki tuqqandochilikqa ta'sir yetkazadigan bir duoni tilamay, mush ikki ishdan boshqa har qanday bir duoni qilsa, Alloh bunga 3 ishdan birini beradi deydi. Ya mush dunyoda duosini ijobat qiladi. Bizning nurg'un duolarimizni ijobat qilgan qarindoshlar. Biz haqiqiy insof bilan nim qilsak, bizning Alloh 90% hozir duolarimizni ijobat qildi. Ijobat qildi qarindoshlar. Ya duoyimizni ijobat qildi, yoki Alloh o'zining hikmati bilan bizga kuyunganlikdan, bizni yaxshi ko'rganlikdan bu duoni oxiratga kelib qo'ydi. Nima uchun oxiratga kelib qo'ydi? Biri agar bu duoni ijobat qilsa, balkim biz bu duoning ijodi uchun ziyon tortishimiz mumkin.
yoki Alloh subhanahu va taolo bizga kuyinganlikdan bu duoni bu fani dunyoda ijobat qilsam bu bandamga vaqtliq ne'mat bo'lib qoldi. Buni mangulik oxirat uchun ep qo'yay deb oxiratga ep qo'ydi. Yoki dedi Payg'ambar alayhisalom 3-chi, ash mu'minga kelayotgan bir baloyi qazoni shu duo sababli Alloh qaytardi deydi qarindoshlar. Demak, bu qilgan duo hargiz bekor ketmaydi. Shuning uchun biz bu Ramazonda mushu iftor qilgan vaqtida, ro'z tutgan vaqtida, suhurlik yegan vaqtida naydi samimiy chin yuragimizdan qarindoshlar İbn Qayyim Jawziy rahmetullah alayhi deydi, sen Allah dua qanchaqda ananın kichik balasi ol deydi. Ananın en kichik balasi ol. Bu nima deganlik? Biz kichik bala anasidan bir narsa so'rasa, bermasa, ha deb tez yig'laydi. Yig'lasa ana oxir chidamay beradamdi. Shunga o'xshash deydi, sen Alloh subhanahu va taolo tiliga vaqt kichik bola ol. Alloh bergichi yig'lab tilab turib. Bütün vücudundan aş kiçik bir qanchalik bichora holatda shunda ichinishlik yig'laydi-ku, sen shunda yig'la Allohga shunda bo'l. Chunki payg'ambar alayhisalom g'aflat qalbi g'aflat bilan qilingan duo, ya'ni g'aflat bosgan qalbdan Alloh duo ijobat qilmaydi degan hadis bor qarindoshlar. Da qiplam ashxoda deb odatlanib qolgan bir duoimiz bor. Shunda ko'tarib mushunday qilgan. Ma o duo emas qarindoshlar. Dua yuragimizdan, içimizden chiqishimiz kerak. Ondan keyin duo qanda rasmiy chin turib, ey qarindoshlar, men o'qiyotgan vaqtida mendaq bir ahvol bo'lgan. İspaniyalik bir yosh musulmon bo'lib, o'zining kichik bir bolasini bizning maktabga o'qig'ila keldi. Am o'qig'ila kelib, uzoq o'tmay bu bolasi kanay roki bo'lib qolib, doktorxona o'ludi dedi. Bu o'quvchi bolasini yetlab sinfga kirib ustozga shunday dedi. Ustoz, men balam kesib o'lib ketsa, bu Allohning taqdiri deb bilaman. Lekin mening ansiraydig'im mushu yutumdagi tuqqanlarim ota-onam mana bu Xristian dinini tashlab islom diniga kiribdi, bolasi rak kasal bo'ldi deb men shunday duq tegishni ansirayman. Men mushuni nasıl ansirab qoldim ekan, ustozimiz nima dedi? Doktorlar ojiz kelmas, Alloh ojiz kelmaydi. Sen ash uyingga berib, kechis tong atay deganda tartinib ishga kerak namoz o'qib, shunda bir duo qilginki qalbining bir yeridan xuddi duoying ijobat bo'lgandek bir tuyg'u hosil bo'lchiq duo qil deb ushta o'rgatdi. 3 kundan keyin kelsa bolasi saqaygan. Qarindoshlar, bolasi saqaydi, o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Nima uchun? Ashbal deydi, ashunda duo qilib rasmiy vujud bir qalbini bir doim ijobat bo'lgandek bo'ldi deb bu hikoyachiq. Demak, bu duo qanda nati chin turib duo qilamiz. Ham ash yuragimizdan bir yerda xuddi duoyimiz ijobat bo'lgandek bir tuyg'u paydo bo'ldi. Shu darajada chin turib qilamiz qarindoshlar. Oxirsida duoning ijobat bo'lishi uchun bir necha ishlarga diqqat qilishimiz kerak. Birinchisi, yemaklik, ichmaklik, kiyim-kechak chuqum haloldan bo'lishi kerak qarindoshlar. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Alloh pokdir. Pokdan boshqa narsani qabul qilmaydi deb kelib bir odam uzun safarga chiqib choshlari chuvilgan, chiroyini to'pvosgan mushunda bechoralatda qo'lni osmonga ko'tarib voy robbim deb duo qiladi. Buning yeydigan harom to'sa, kiydigan harom to'sa, ichdigan harom to'sa, qandoqmi buning duosi ijobat qilinsin deb hadis sharifda mushuna deyilgan. Ikkinchisi, Allah subhanahu wa ta'ala gunohkor holatda duoyimizni qabul qilmaydi. Shuning uchun duo qilishdan burun Allah subhanahu wa ta'aladan gunohimizni tilab, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ey Allah, men o'zimga zulm qilgan bir kishiman. Ey Allah, meni kechirgin. Ey Robbi, men tövbe qildim. Ey Allah, meni kechirib qo'ysang nima bo'ladi deb yalvorib tövbe qilgandan keyin ikkinchi nuqta. Uchinchisi, Allohga hamd va sano etimiz, madhiylarni o'qiymiz. To'rtinchisi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud ibrimiz. Beshinchisi, onandan keyin tilaydiganni tilaymiz. Mana bu duoning ijobat bo'lishiga yordamchi bo'lgan omillar qarindoshlar. Shuning uchun Ramazonda mush omillarning hammasi bizda tepiladi.
Dua qilaylik qarindoshlar. O'zimizga qilaylik, ota-onamizga qilaylik, ma Uyg'ur musulmonlarga duo qilaylik, dunyo musulmonlariga duo qilaylik. Qorong'i zindonlarda yetayotgan qarindoshlarimiz duo qilaylik. Oldin safda jihad qilayotgan qarindoshlarimiz duo qilaylik. Ay shu hijobi sababli dafsanda qilinayotgan hamshiralarimizga duo qilaylik. Oy mushumi qo'limizdan kelmasmi qarindoshlar? Ramazonda yig'lab turib, chin dilimiz bilan ichimizdan to'kilib duo qilsak, mushu necha million Uyg'ur musulmonlarning birasining duosi ijobat bo'lib qolsa, ishimiz bitadi qarindoshlar. Bu duoga sal qaramayli. Duo mu'minning eng kuchli quroli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.